Amerikadagi Uyg'ur kishilik huquq qurilishi 13 dekabr kuni Sharqiy Turkistonni saqchilashtirish, Uyg'ur rayonidagi saqchi va xavfsizlik qismlarining xaritalashtirilishi sarlavlik yangi bir doklad e'lon qilgan edi. Mazkur dokladda saqchilarning o'xshamagan vazifa va ayrim qo'mondonlik tashkili borligi, ba'zilarining yerlik qatlamda, ba'zilarining davlat darajali qatlamlarda ekanligi va hammasining o'xshashla Xitoy Kompartiyasining qattiq kontrolida harakat qiladiganligi sxemalashtirilib ko'rsatilgan edi. Mazkur dokladning tayyorlovchisi Ben Kardus apandi bu vaqtda ziyoratimizni qabul qilib, Uyg'ur rayoni haqidagi xabarlarda armiya, saqchi degandek huquqlarning bir-biriga aralashib ketadiganligini bildirgan edi. Biz bu vaqtda aniqroq ma'lumotga erishish uchun ilgari Uyg'ur rayonida rasmiy saqchi bo'lib vazifa o'tagan Mehmet apandini bugungi suhbat programmamizga taklif qildik. Mehmet apandi Xitoyning saqchi sistemasi haqida to'xtalib, Xitoy hukumatining xalqni dushman qatorida ko'rib siyosat yurgizadiganligini ta'kidladi. Suhbatimizning tafsilotiga qiziqsanglar, diqqatinglar tuvandagi suhbatimizda bo'lsin. Assalomu alaykum. Oldi bilan Xitoyning saqchi sistemasini, ya'ni xavfsizlik sistemasini bir tushuntirib bergan bo'lsangiz. 4 organ bo'ldi hozir. Birinchisi bu shu Xitoy Xalq Ozodlik armiyasining bosh shtab, Xitoycha atalg'usi Jungo Remin Jefangjin Zongsanninki axborot punktlari ham ularninki chet elda ish qilayotgan ko'z quloq ish yo'llari. Bu bir tarmoq, bu cho'ng tarmoq. Ikkinchisi jamoat xavfsizlik idorasi, ya'ni shu Gong'anju deymiz. Gong'an sistem, jamoat xavfsizlik sistemasida bu Beyjingdagi ministerlikdan tortib, avtonom rayondagi nazorat, andin shaharlardagi idora shundoq yuqoridan tuvanga boshqarish huquqiga ega. Ministerlik Beyjingdan tortib, Beyjingdagi avtonom rayonga, avtonom rayonniki shaharga, shaharning tarmoq rayonlarga, tarmoq rayonlarning yer uning ostidagi saqchixonalarga degandek shu daraja bo'yicha buyruq berdi. Amma bir sistema bir-birisiga buyruq beramaydi. Masalan, harbiyninki jamoat xavfsizlikka bir bevosita buyruq tushiramaydi, ammo axborot narsalarni ta'minlab berdi-da uchurlarni. Ondan 3-chi tarmoq bo'lsa, qurolliq saqchi, ya'ni Vujin deymiz. Buningki boshqaruvidagi terrorlikqa qarshi atraf avtonom rayonlik jamoat xavfsizlik nazorati bilan teng darajadagi shu terrorlikqa qarshi atraf bu 3-chi tarmoq. Chunki bular sistemasi o'xshamaydi. Bular qurolliq saqchi sistemasiga tabi, ya'ni Vujinga tabi. 4-chi tarmoq bo'lsa, davlat bexatarlik tarmoqi. Bu shu Beyjingdagi davlat bexatarlik ministerligi bosh, uning ostidagi avtonom rayonlik davlat bexatarlik nazorati, uning ostidagi shaharlik davlat bexatarlik idoralari. Bu shu ustidan boshlab. Bu shu 4 sistem bor. 4 sistem shu Beyjingdan tortib, shu tuvandagi shahar yezlargacha shu qatma-qat boshqarish kuchiga ega. Ondan bular bir-birisiga bevosita aralashmaydi, ammo bir-birisiga hamkorlashib uchurlarni ham tang bahramand bo'lishadi. Xitoyning jamoat xavfsizlik idoralarining sistemasini bir tushuntirib beramsiz? O'zim ishlagan jamoat xavfsizlik idorasininki sistemasi to'g'ri ozroq to'xtalay. Xitoyda saqchi idorasi demaydi, jamoat xavfsizlik idorasi deydi. Shu ancha balki bir xil boshqacha tuyulishi mumkin, chunki odatda kishilar saqchi idorasi, saqchi deb atashqa bu eg'iz tildagi, ammo kasbiy tilda bu jamoat xavfsizlik idorasi deydi Xitoyda. Ondan ishlaganlarni jamoat xavfsizlik xodimlari deydi yoki saqchi desam bo'ldi. Ammo idora organlarni undaq saqchi idorasi yoki undaq deb atamaydi. Kasbiy til bo'yicha jamoat xavfsizlik idorasi deydi. Bu sistema eng yuqorisi Beyjingdagi jamoat xavfsizlik ministerligi bo'ldi. Eng yuqoridagi boshqarish organi shu. Ministerlikning ostida endi tuvanda masalan Uyg'ur avtonom rayoni desak, Uyg'ur avtonom rayonlik jamoat xavfsizlik nazorati bo'ldi Urumchida. Jamoat xavfsizlik nazoratining ostida shaharlik jamoat xavfsizlik idoralari bo'ldi. Masalan, Urumchi shaharlik jamoat xavfsizlik idorasi yoki Ol shaharlik jamoat xavfsizlik idorasi deganda shu shaharlik jamoat xavfsizlik idorasi bo'ldi. Shaharlik jamoat xavfsizlik idorasining ostida rayonlik, masalan, Urumchi shaharlik jamoat xavfsizlik idorasininki ostida masalan Tangirtog' rayonlik sho'bajihi jamoat xavfsizlik idorasi yoki Saybog' rayonlik sho'bajihi jamoat xavfsizlik idorasi degandek shu sho'ba jamoat xavfsizlik idoralari bo'ldi har bir rayonda. U rayonlarning ostida yana andin jamoat xavfsizlik punktlari, ya'ni biz saqchixona deb qo'yamiz, Xitoycha paychuso, shu o'rinlar bo'ldi. U eng tuvan qatlamdagi shu
jamoat xavfsizlik organi hisoblanadi. Bu sistema shundoq yuqoridan tuvanga ashtamangdi, andin shu yuqoridan tuvanga boshqarish huquqi bo'ldi tuvanga. Odatda jamoat xavfsizlik idoralari qanday vazifalarni o'taydi? Endi jamoat xavfsizlik idorasining ichida ish taqsimotini o'xshamaslik qarab har xil kasbiy turlarga bo'rildi. Ministrlikdan tortib toki oxirdagi shu sho'ba jamoat xavfsizlik idoralarigacha bo'lindi. Nihoyatda aniq bo'lib, bu turlar shu davlat ichki bexatarlik, jinoiy ishlar deymiz, andin texnik razvedka deymiz, andin internet jinoyatiga qarshi o'rmon, shunga o'xshash bir qancha turlarga bo'lindi. Bunun ichida biz Uyg'urlarga munosabatlik bizningki manfaatimizga, bizning hayotimiz, turmushimizga munosabatlik bir qancha asosli tarmoqlar bor. Shu davlat ichki bexatarlik tarmog'i, texnik razvedka tarmog'i, internet razvedka tarmog'i, shu uchi bizningki shu Uyg'urlarning hayot mamatiga bevosita ta'sir etkazadigan 3 muhim tarmoq hisoblanadi. Andin jamoat xavfsizlik idorasidagi bu 3 organniki xizmat funksiyasi qanday degan joyda eng asosligi bu shu davlat ichki bexatarlik qo'g'dash atratining funksiyasi eng asosli o'rin turdi. Bu shu bizningki Uyg'urlarning hayot mamatida eng cho'ng ta'sir ko'rsatayotgan bir organ. Bu organda shu bizningki hayat babatimiz shu organ tarafidan belgilandi asos jihatdan. Davlat ichki bexatarlik degandekilla nihoyat aniq tushunishlik, shu siyosiy, diniy shundaq delolar shu organ tarafidan bejirildi. U endi shu darajalar qarab, masalan, deloning cho'ng kichikligiga qarab, ya sho'ba jiq idorasi, ya bo'lmasa shu shaharlik jiq idorasi, ya bo'lmasa nazorat, shu organ o'zininki shu deloning cho'ng kichikligiga qarab ashula bevosita qo'l tiqib ishlaydi. Shu davlat ichki bexatarlik ichida. Texnik razvedka deymiz, bular butun shu telefon bir narsani tanishash yoki bir yerda kamera qo'yish, xalqning uylarini, telefonlarini tanishash yoki uylarga kamera qo'yish, keyindan shu texnikalik ishlar orqali shu delolardagi shaxslarning ish harakatlarini to'plab, endi shu davlat ichki bexatarlik organiga deloni bijirishga yordam o'rinda moslashib xizmat ishlab berdi. Internet shu internet yuz bergan shu o'zlarining kontrol qilish darajasidagi narsalarni isbot o'rinda to'plab shu davlat ichki bexatarlik organiga yetkazib berdi. Eng asosli delodan ishlaydigan shu davlat ichki bexatarlik atrati, u texnik razvedka bilan internet razvedka deganlar bularga moslashib dalil to'plab berdi. Shu orqali deloninki bir taraf qilinishiga sharoit hazırlangan. Davlat ichki muqimligiga qartilgan kuch, buning sabab qilgan xarajat bularning harbiyga ajratgan xarajatidanmi yuqori. Bu hech qanday bir davlatda ko'rilmaydigan ahvolchu. Xalqni dushman o'rinda ko'rdi. O'zininki taxtining muqimligini saqlash uchun ajratgan kuch xarajat shu harbiyga ajratgan xarajatdan yuqori. Mushu organlarning ichida maxsus Uyg'urlarga munosabatli ishlarni bajaradigan organlar qaysi? Bu Uyg'urlarningki hayot mamatiga munosabatli ikki cho'ng organ, shu jamoat xavfsizlik idorasi bilan shu terrorga qarshi atrat. 1999-yilmi 2000-yil Urumchilik jamoat xavfsizlik nazoratida yana bir organ qurildi. Bu organning ismi terrorga qarshi alohida atrat. Xitoycha atalg'usi Fan Kong Tibetcha deydi. Bunun darajasi shu nazorat darajalik, ammo bular jamoat xavfsizlik sistemasiga tava emas. Bular qurolliq saqchi qismiga tava. Bu qurolliq saqchi desa, bu saqchi deb tushunib qilish mumkin ko'pincha odam, lekin uning sistemasi o'xshamaydi. Uning Xitoycha atalishi Wujing degan qurolliq saqchi, u ayrim bir sistema. Bu normal odatdagi saqchilarga o'xshamaydi. Bu terrorga qarshi atratninki kiydigan kiyimi u qurolliq saqchilarning kiyimini kiydi. Ularning unvoni o'xshamaydi, harbiy unvon qo'llanadi ular. Ammo bularning qildigan ishi shu terrorga qarshi atratda shu siyosiy delolarga aralashadi. Ularning kuchi nihoyatda yuqori. Ular shu nazorat bilan teng darajada shu yuqoridan shu tuvandagi jamoat xavfsizlik idorasi bo'lsin yoki tarmoq sho'ba idorasi bo'lsin, hammasiga kuchi yetadi. Ularga buyruq tushirib ish o'rlashtirish kuchi, huquqiga ega ular. Bu jamoat xavfsizlik idorasi faqat shu chegara ichidagi delolarni ishlashga mas'ul bo'lsa, bu terrorga qarshi atratninki qo'li hatto chet ellarga uzrab boradi. Masalan, chet ellardan
mesela bayaqlarda birlerini qaytarib yetibdi, akvaldı ekan degandek ishlar bo'lsa, shu tarmoqniki odamlari kelib kildig'ash bo'lsa kelib mishaqniki shu chet eldagi munosabatlik shu ko'chma idorasi hamda yoki soqchi idoralar bilan ashlar bilan yuz ko'rishib aktiv odamlarni kelib aktiv ashular. Hörmətli radio dinləyicilər, vaqt münasibəti bilan söhbətimizin birinci qismi məşə yerdə axırlaşıdı. Söhbətimizin davamı qızıqsanlar, keyinki qatımlıq proqramımızda görüşəylik.